Ismingiz nima ekan? Nima kerak uka? Suv kerak edi aka. Ismingiz nima edi? Bobur. Manki ikrom. Tanishganimda xursandman, 80 ming bo'ldi. Nima bo'ldi? Duxu yetmadi gapirishga. Men bir harakat qilib ko'raychi. Suvni nima qilasan endi? Qo'limga oldim, ichaman-da. Ha, ich. Nechinchi yilsiz? Siz nechinchi yilsiz aka? 92. Teng ekanmiz-da. Nima kerak, tinchlikmi? Mana moshincha kerak-da. 450 ming. Qimmat ekan. Ha? Gapira olmadim vashchi. O'zim borayda bir. O'yinchog'im olasanmi? Uylangan, farzandli deb o'ylagandir seni. Senga o'xshab suv olmadim-ku. Qatlisiz. Qalisiz siz, aka. Tinchlikmi, nima kerak sizga? Mana shu qizni qo'lidagi narsadan kerak. Mana chempion sandwich. Ha, bu yoqda bor ekan. Zo'rda bu, ha? Da, juda zo'rda bu chempion sandwichlari. Yumshoqqina, mazza qilib yeysan-da. Bu Samarqandda ishlab chiqarilardi-ku. Hozir Buxoroda ham, Surxondaryoning Denov shahrida ham filiallari ochildi. Bu trendda hozir. Qatlisiz. Ha, Buxoro bilan Denovda bor Denovda. dedingiz, ha. Mayli. Bo'ldi ya aka, men keta qolay. Bir soat turib turing. Ko'ryapsiz, savdo zo'r bo'lyapti. 2 barobar qimmatiga sotyapman. Ertaga iloji bo'lsa qip-qizil kiyinib keling. Qizil yana odamlarni o'ziga jalb qiladi-da, xo'pmi? Marketing bu. Savdoni zo'r qilamiz. Shu do'konmi? Assalomu alaykum. O, ana. Kelyapti. Kel ukam, kel ilohlar, kel. Ertaga, короче, do'konlaringizdan olib kelasiz. Butun do'konni bo'shitamiz bir kun.